Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda Microsoft Office'ni bepul alternativini ko'rib chiqamiz. Bu dasturni o'rnatganingizdan so'ng siz alohida aktivatsiya qilish muammosidan qutulasiz, yoki pul to'lab ishlatishdan qutulasiz. Lekin Microsoft Office'da nima ish qilsangiz, bunda ham shu ishni qilsangiz bo'ladi. Buning uchun hammaga mashhur bo'lgan LibreOffice dasturini ishlatamiz. Mana sayti LibreOffice deb izlasangiz ham chiqadi. Download joyidan downloadni bosamiz va biz 64likmi, 32likmi shundan kelib chiqib 64lik yuklasak bo'ladi. Deyarli hamma kompyuterda 64lik bo'ladi. Downloadga bosamiz. Mana bu yuklab olishni aytyapti yoki o'zi yuklashni boshlaydi. Faqat e'tibor bering, o'lchami sal kattaroq ekan. Mana ikkalasi uchun ham tushadi. 64lik uchun ham, 32lik uchun ham. Agar shunday chiqsa, skачать непрерывно deyman. Birozgina kattaroq 348 megabayt bo'ladi. Mana torrent fayli. Kimga qanday qulay bo'lsa yuklab olishi mumkin. Mana dastur yuklab olindi. Shunchaki mana shunga kirib o'rnatishni boshlaymiz. Agar tushunmasangiz qaysini nima qilishni, shuni tipichni bosaveramiz. Tushunsangiz nastroyka qilib keraklarni tanlashimiz mumkin. Xo'p, keling nastroykani ko'ramiz, chunki tipichni hamma ham qila oladi. Nastroykada nimalar bor ekan? Дополнительный компонент yana nimalar bor? Lug'atlar, har xil fayllarni ochishlar, yangilanishlar bor ekan. Mana provodnik uchun qo'shimcha расширениyalar bor ekan. Keyin til bor ekan, qaysi tillarni o'rnatish mumkinligi. Ba'zan so'rashadi o'quvchilar, ingliz tiliga o'tkazmoqchiman Office'imni yoki rus tiliga o'tkazmoqchiman deydi. Mana bu yerda o'zbekcha bor ekan. Mana shuni yuklashga bosamiz. Qani o'zbek tilida qanday bo'lar ekan? Rus tili bor. Ingliz tilini ko'ramiz. Angliyskiy deb yoziladi. Angliyskiy Velika Britaniya shuni ham yuklab qo'yamiz. Menimcha bo'ldi. Dalay qilamiz. Xo'p, qaysi hujjatlarni avtomatik ravishda ochsin deyapti. Mana shularni belgilab qo'yaversak ham bo'ladi. Visual hammaga ham kerak bo'lmaydi, lekin hozir o'rnatadi, ishlatib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, рабочий stolga yarlik hosil qilaman deyapti. Bemalol deymiz, ustanovkani bosamiz. Hozirda menda Microsoft Office dasturlari ham mavjud. Lekin agar siz pul to'lamasdan ishlatishni xohlasangiz, mana shu dasturni tavsiya qilaman. Ham bunda aktivatsiya degan bosh og'riq tushunchalar yo'q. Mana dastur o'rnatib bo'lindi, готов tugmasini bos deyapti. Gotovani bosdik. Endi dasturga kirib ko'ramiz. Mana dastur ikkinchi bosganimizda kirdi. Birozgina ichlarni ko'ramiz, nimalar bor ekan. Document Writer degani bu Word, tablitsa Calc degani Excel, prezentatsiya Impress o'sha PowerPointimiz. Mana bular Vision, Formula va aksessorini bosuvchi menimcha dastur bo'lsa kerak. Keling, shunchaki Excelga kirib ko'ramiz. Interface qanday bo'lsin deyapti. Bunday panel bo'lsinmi, bunday bo'lsinmi yoki lentali bo'lsinmi, qanday bo'lsin deyapti. Mana menimcha odatiy hol. Klassический bo'lsinmi, вкладками deyapti. Hamma xohishidan kelib chiqib tanlash mumkin. Tashqi ko'rinishi, temalar bor ekan, qora, oq, har xil. Yuklab olish mumkin deyapti qo'shimchalarni. Xo'p, belgisi qanaqa bo'lsin deyapti. Juda ham ko'p ekan imkoniyatlar. Благодарность qilamiz. Ham shart emas. Demak, buni вперед qilib, вперед zakrit qilamiz. Mana Excelimiz. Keling, bironta formulani sinab ko'ramiz. Aytaylik, если demak, если juda Excelchalik qulay emas ekan. Agar bu 1 ga teng bo'lsa, bor. Agar unday bo'lmasa,
Yo'q, bor. Bor, yo'q. Balki ishlarni sozlab chiqish kerakdir. Men o'zim ham oldin ishlatmaganman buni. Sozlamalar joyida, menimcha to'g'irlab chiqsa bo'lsa kerak. Lekin bizni qiziqtiradigan jihat shunday bo'lishi kerakki, bu boshqa fayllarni ocha oladimi? Mana keling, oldin Excel'da tayyorlanganlarni ko'rib chiqamiz. Hozir bu Word'da ochaman deyapti, PowerPoint'da ochaman deyapti, Excel'da ochaman deyapti. Bu dasturlar menda borligi uchun. Agar sizda bo'lmasa, bu narsani tanimaslik mumkin. Shunda mishka o'ng tomonini bosasiz. Открыть с помощью degan joy bo'ladi. O'shandan Library Calc'ni tanlaysiz. Excel'ni o'rniga mana bu Library Calc ochib beradi. Demak, bu bizga tushuntiryapti nima qayerda borligini. Mana buni o'chirib qo'ysak, qaytimda aql o'rgatmaydi. OK qilamiz. Xuddi shu Excel'dagi ochildi. Nimalar bor, qanday ko'rish, hammasi imkoniyatlar ochildi. Endi mana bu tagiga yozuvlarni aytadigan bo'lsak, buni o'chirib qo'yishimiz mumkin. Historika joyidan o'chiramiz buni va tilini ham o'zgartirishni sinab ko'rsak bo'ladi. Demak, servis parametriga kiramiz. Bu yerda yazık degan joyi bo'lishi kerak. Mana bu yerda tillari bor ekan, ingliz tilida bor, o'zbek tilida bor ekan. Qani o'zbekchani bir sinab ko'ramiz. Запустить qil dasturing deyapti. Faylimizni yana ochib ko'ramiz. O'zbek tilida bo'ldimikan dastur? Mana qo'yish, format, styles, varaq. Endi juda zo'r ideal tarjima qilishmabdi, lekin rahmat. Shunchalik o'zbek tiliga tarjima qilishibdi. Mana bu yerda hattoki tarjimalar ham yo'q. Endi inglizcha qilib ko'ramiz. Restart now qilamiz. Mana ingliz tilida bo'ldi. Mendan ko'pchilik o'sha aytganimdek so'rashadi, ingliz tiliga o'tkazmoqchiman deydi. Mana bu yerda hech qanday muammosiz o'tyapti. To'g'ri, juda ideal emas. Qaniydir tushunarsiz joylari bor. Mana grammatika chekini olib tashlasak, keraksizlarni olib tashlasak, mana ular qolaversin. Taglarni o'chirib chiqishimiz mumkin. Xullas, birozgina izlanib, o'zingizga mos holatda sozlab olishingiz mumkin. Eng yaxshi tomoni bu qandaydir aktivatsiya so'ramaydi, muammo qilmaydi. Shunisi eng yaxshisi. Pul to'lamayman desangiz, pul to'lashni ham talab qilmaydi. Bu umuman bepul dastur hisoblanadi. Bu dasturni havolasini izohda tashlab ketaman. O'rnatib ko'ring, foydalanib ko'ring. Agar sizda 3 ta yo'l bor Microsoft Office'ga o'xshash dasturni foydalanishda. Birinchisi Microsoft Office'ni pul to'lab ishlatish. Bu oldin aytganman, Microsoft 365 degan dastur bor. Bu bo'yicha video bor. Havolasini tashlab ketaman. O'shani olasiz, har oy 102 ming so'mdan to'laysiz yoki 102 ming qimmat desa, bir nechta kishilar 6 kishigacha bo'lgan qurilmaga 120 necha mingdandir to'lab oyiga ishlatish mumkin. U eng zo'r ofis bo'ladi. Ya'ni eng yaxshi, eng so'nggi funksiyalar ham o'sha ofisda ishlaydi. Excel bo'yicha aytadigan bo'lsam, yaxshi tomoni shu. Yaxshi tomoni yana bittasi, bu ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Ya'ni o'g'irlik qilmaysiz, aktivatsiya qilish kerak edi, boshqa o'zgartirish kerak degan narsa yo'q. Bu bitta eng to'g'ri yo'l. Ikkinchi yo'li, agar yo'q pul to'lamayman desangiz, mana shunday bepul dasturlarni ishlatishingiz mumkin. Hozir ko'rib chiqqan dasturimizni. Yana bitta juda ham ko'pchiligimiz ishlatadigan, lekin noto'g'ri bo'lgan yo'li bu mana shu crack versiyasini ishlatish. Ya'ni aktivatsiya qilish kerak, yaxshi joydan yuklab olish kerak, u to'g'ri chiqadimi, ichida yomon kodlari bormi yo'qmi, xullas shunaqa boshqa og'riq ham u o'g'irlik hisoblanadi. Buni tavsiya qilmayman. Sizga ikkita yo'lni tavsiya qilaman. Bittasi pul to'lab ishlatish, yo pul to'lamayman desangiz, mana bunday bepullariga birozgina moslash. Bundan tashqari yana VPS Office degan dasturimiz ham bor. Agar sizga qiziq bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. U dastur bo'yicha ham o'rnatib, ishlatib ko'rib, o'rganib chiqamiz.